Tarakadorsal loskut bilan rekonstruksiya. Bu ko'krak bezi saratonida ko'krak to'qimasi olib tashlangandan so'ng uni tiklash amaliyoti bo'lib, bunda ko'krak bezi olib tashlangandan so'ng orqaning serbar muskuli yo'qotilgan ko'kraklar o'rniga qayta tiklanadi. Bunda zaruratga qarab teri ham ko'chirib o'tkazish mumkin. Operatsiya qanday o'tadi? Bu amaliyotda birinchi o'rinda ko'krak bezi to'qimasi olib tashlanadi, qo'ltiq osti limfa tugullari tozalanadi, keyingi etapda esa orqaning serbar muskuli atrof to'qimalardan ajratilgan holda yo'qotilgan ko'krak to'qimasi o'rniga ko'chirib o'tkaziladi. Bu usulning afzalliklari: avvalambor, ko'kraklarning tabiiy holati tiklanadi, implantlarga nisbatan uzoq muddat xizmat qiladi va tiklanish jarayoni, reabilitatsiya tezroq bo'ladi. Aynan o'z to'qimasi bo'lganligi sababli operatsiyadan keyingi asoratlar kamroq bo'ladi. Nur terapiya olayotgan bemorlarda chandiqlanish jarayoni ham nisbatan kamroq bo'ladi, chunki implantlarda atrofida kapsula hosil bo'lib, bu keyinchalik ko'plab asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Kimlarga mos keladi? Ko'krak bezi saratoni erta darajalarida, gistologik ijobiy xulosalarda, bemorning umumiy ahvoli qoniqarli bo'lganda va albatta bemorning o'zini xohishiga qarab amaliyot olib boriladi. Agar sizda mazkur amaliyotga bog'liq savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.